Şu bedeni aciz, oğruq, immün gücü tüven, her qancha yapmasa semirenmegen, bedeni kuvvetlenmegen, kan kuvvet to'liqlanmagan muşunda dostlarımız bo'lib qolsanglar, mushu mazmunga haqsiz yurakdan birini berib o'tgandan keyin inkas rayon chiroyli gullarni ko'plab yo'llab qo'yishlar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, sizga o'xshash o'ruq avoq do'stlaringiz bo'lib qolsa, mushu mazmunni bir yo'llab o'tqach, mazmunni oxiri to'liq ko'ring. Dal sizga o'xshash qancha yesa yigini chiroyiga chiqmaydigan badani ojiz o'roq imini kuch tuvan o'ltirib qolsa beshi qaydigan ko'z oldi qorong'u bo'lsa qachon tekshirsa qon ozlaydigan samirish uchun badanni quvvatlash uchun kuni 3 choq go'shtga pullarni yeb samaranmagan badanni quvvatlanmagan mush badanni samaratadi badanni quvvatlaydi degan oqsillarni mahsulotlarni iste'mol qilib unumini ko'rmagan do'stlar bo'lib qolsanglar mana bizniki 5 yildan buyon unumini bir kapolat yasab berayotgan 42 xil tabobat ham material shundaqla meg'izlar javridan foydalanib ishlangan ishtahani ochadigan oshqozon taljiga börekning xizmatini yaxshilab turib oziqlarning badanga shumirilishini ilgari suradigan qon to'liqlaydigan miyaning esda tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan immunit kuchini oshirib umuman badanni quvvatlab badanni takshi tabiiy samaratigan badan quvvatlash mahsulotlarini iste'mol qilsanglar bo'ladi unumini kapolat beradi do'stlar bizning mahsulotni avval iste'mol qilsa undan keyin baho bersanglar bo'ladi agar shu yuqorqi mahsulotimizni iste'mol qilsa bor do'stlar bo'lib qolsanglar 173 99 03 27 77 unlarni qo'shish orqali bevosita bilan aloqalashib bizniki unumi kapolat yasab berayotgan mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi unumi bir kapolat do'stlar avval iste'mol qilsa undan keyin baho bersanglar dal sizlarga o'xshash mashina o'riq avoq do'stlar bo'lib qolsa mush mazmunni to'liq bir yo'llab qo'ysanglar qo'shilmagan do'stlar cho'qim qo'shilinglar unumini ko'rsanglar rahmat aytqilib unumini ko'rolmasanglar pulni qaytargan lozim bo'ladi